Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Urganch shahrida Shumbalani orqasida Daretalar dim yaqin 4 qavatli domimizni 3-chi qavatında yangi ta'mirdan chiqqan tayyor joy qarab yurganlar uchun eshiklarimiz yana xudo xolasa yaxshi ishdan qo'yilgan. Obunlarimiz ham yaxshi mo'ysha bo'ydan qo'yilgan. Xudo xolasa esa bismillahirrohmanirrohim deb video obzorimizni boshlaymiz. Giraverish koridorimiz yurtdoshlarning 100% döşenib turibdi. Oyoq temiz pol qilingan. Eshiklarimiz ham yaxshi sifatli bir xil eshikdan qo'yilgan. Bu yon tarafimizda kuxni bo'ladi, bu yonimizda sanuzel bo'ladi. Sanuzelimiz ham yine yurtdoshlarning ajoyib remontdan chiqqan dekor paneldan vanna unitazlar ham toza qo'yilgan. Smesitel dushoylar ham zamonaviydan qo'yilgan. Duh-konturli kotlovimizni sherazkalla kuxniya. Bu yerda kuxniy mebellarimiz qo'yilgan. Yurtdoshlarning gaz plitamiz ham toza, mebelimiz ham toza. Oynalarimiz ham toza almashtirib, registrlarimiz ham zamonaviy jaluzi perdelar bilan o'rnatilgan. Zamonaviy kotlovimizdan shera o'rnatganlar. Qimmat qilisidan qo'yganlar, kulchatirlar ham yurtdoshlarning e'tibor etasizlar. Ajoyiblardan qo'yganlar. 3 xona, bu yon tarafimiz zal bo'ladi. Bak, 2 balkonga ega bu. Bu yerimiz zal, perdelarni qistirganlar, bu yon tarafimizda yana ochiq balkon. Shumbalani orqasida Daretalar ham yaqin. Institut ham yaqin. Tak, bu yon tarafimiz zal. Bu yon tarafda bekli balkon bo'lganlar, qo'shib berganlar kengaytirib, shana bir ugalib qo'yib bersa, bu yerda bir ajoyib mehmonxona qilsa bo'ladi yurtdoshlar. Registrlarimiz o'rnatilgan, reshotkalar qilingan, jaluzi perdelarimiz ham qistilgan, patologlarimiz natijnoy matvidan ajoyib. O'zine yarashib turibdi. Aboya qo'shib, lyustralarimizni ham qistirganlar. Bu yon tarafimizda katta spalni bo'ladi. Hem yerimiz 100% aboydan chiqib turibdi. Lokatsiyamiz ham zo'r yerda joylashgan. Yurtdoshlar bahasini agardan bo'lsak 450 million so'm. Ekrandagi nomerlarga chiqaverasizlar. Like bosib do'stlarga berib qo'yinglar. Shedan joy qilib yurganlar chiqaverasizlar aloqa. Sog' omon bo'linglar, ishlaringiz omad.